O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktyabrda qabul qilingan kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori kasbiy ta'lim sohasida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Mazkur muhim hujjatlar kasbiy ta'limni zamon talablari, xalqaro standartlar va mehnat bozori ehtiyojlariga uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, ular ijrosi natijasida bugun viloyatimiz texnikumlarida sifat jihatidan sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa xorijiy hamkorlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash, talab yuqori bo'lgan kasb va mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish, shuningdek xorijiy ish beruvchilar ehtiyojidan kelib chiqqan holda kasbiy yo'nalishlarni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar e'tiborga molik. Farg'ona sanoat va xizmat ko'rsatish texnikumi bugun xalqaro ta'lim maydoniga chiqib ulgurgan o'quv muassasalaridan biriga aylangan. Texnikum Buyuk Britaniyaning nufuzli Pearson kompaniyasi bilan hamkorlikda ta'lim jarayonini tashkil etmoqda. Pearson kompaniyasi bu texnikumimizda sentyabr oyidan beri ishlab kelinmoqda. Angliyaning Pearson kompaniyasi bilan birga shartnoma tuzilgan. Bu kompaniya aslida juda ham dunyo bo'yicha keng qamrovli va juda ham o'zini mavqeiga ega va Pearson kompaniyasi o'quvchilarimizni o'zlarini manziliga yetib borishlariga juda ham yordam beradi. Bu o'quvchilar bilan men muloqot qilganimda ular shu shart-sharoitlarni bilib va chet elga borish imkoniyati, o'qish, qolaversa ishlash imkoniyatini bilganlaridan keyin ularni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshdi va ular yanada yaxshiroq o'qishga harakat qilishyapti. Hozirda bizda bir necha o'quvchilarimiz sertifikatga ega bo'lishdi va men o'zim bu texnikumda 4 oy davomida ishlab kelmoqdaman va o'zim o'qituvchi sifatida juda ham mamnunman, chunki nafaqat o'quvchilar, balkim o'qituvchilarga ham qaratilayotgan shart-sharoitlar juda ham yuqori sifatda va bu yangi elektron daskalar va bizga juda ham prezentatsiyalarimizni o'quvchilarga tushuntirib bera olishligimiz, videolar, audiolar, ingliz tilini tubdan o'rgatishga juda ham yordam beryapti. 2025-2026 o'quv yilida mazkur hamkorlik doirasida 115 nafar yoshlar metallarga ishlov berish, payvandlash, elektromontor hamda kompyuter dizayn operatori kabi zamonaviy va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarni egallamoqda. O'quv jarayonida nazariy bilim bilan bir qatorda ishlab chiqarishga mos amaliy ko'nikmalarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Men hozirgi kunda Pearson dasturi bo'yicha kompyuter grafikasi va dizayn operatori yo'nalishi birinchi bosqichda talabasiman. Bu texnikumni tanlashimdan maqsadim shuki, men kabi chet elda o'qishni xohlayotgan o'quvchilarga texnikumda juda ham ko'plab shart-sharoitlar mavjud. Agar biz mana shu yo'nalishimizni bitirganimizdan keyin bizning diplomimiz 70 ta davlatga o'tadi va bu xorijda o'qishni xohlaydigan o'quvchilar uchun eng yaxshi bir sharoitlardan bittasi deb ayta olaman. Kelajakda bu texnikumni bitirgandan so'ng men o'z o'qishimni chet el davlatlaridan biri bo'lmish mashhur Angliyada o'qishimni davom ettirishni plan qilyapman. Bizga hozirgi kunda dars berayotgan o'qituvchilarni ayta olamanki, hammalarini IELTS va SAFER sertifikatlari mavjud. Hamma darsimizni ingliz tilida olib borishadi. E'tiborlisi, ushbu hamkorlik izchil davom ettirilib, 2026-2027 o'quv yilida yana 150 nafar o'quvchini qamrab olish rejalashtirilgan. Bu esa Buyuk Britaniya tajribasi asosida tayyorlanayotgan mutaxassislar soni yil sayin oshib borayotganidan dalolat beradi. Avvalo imtihon asosida biz qabul qilinganmiz. Bizga alohida muhitni yaratib berdi. Chunki hozirgi kunda nafaqatgina men emas, balki huquqdagi boshqa guruhdoshlarim ham o'qishi menga qo'shimcha motivatsiya bo'la oladi deb ayta olaman. Bu texnikumning afzallik tomonlaridan biri darslar to'liq ingliz tilida olib borilayotganligi va biz chet elga ketish jarayonlarida o'sha ingliz tilida to'g'ri muloqot qila olish, to'g'ri suhbat qila olish kabi ko'nikmalarimizni oshiryapmiz. Ishonasizmi, ana shu imtihonga kirishdan oldin men darajamni 1 emas 2 deb oladigan bo'lsak, hozir 5 darajaga ko'tarildim. Chunki batda mendan baland o'quvchilar borligi va faqatgina ustozlardan emas, balki o'sha bo'sh vaqtimizda ana shu guruhdoshlarimiz bilan birgalikda bahslar olib borishimiz meni rivojlanishimga ancha hissa qo'shdi. Hozir ko'chada
fikrlar bor. Texnikum shunchaki davomat masalasida yoki kasb o'rganish masalasida boriladigan ilm dargohi deb tushunishadi. Lekin men aytishim mumkinki, hozir yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu yerda hammasi ilmli o'quvchilar va ilm olish uchun kelayotgan o'quvchilar. Germaniya tajribasi asosida ta'limni joriy etish Marg'ilon shahridagi 2 texnikum faoliyatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumi Germaniyaning Saxony Economic Education Center bilan hamkorlikda turizm sohasi uchun zamonaviy kadrlar tayyorlamoqda. Xalqaro hamkorlar bilan ishlash bevosita ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan Farg'ona viloyati da joylashgan Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumida ham hozirgi kunda xalqaro hamkorlik mavjud. Ya'ni Saksoniya iqtisodiyot ta'lim markazi tashkiloti bilan biz xalqaro dastur asosida ishlayapmiz. Bu dastur bizga nima beradi? Bu dastur bizga asosan o'quvchilarimizni hozirgi kunda nemis tilini o'rgatish va xalqaro darajadagi standartlarni o'rganish maqsadida o'quvchilarimiz Germaniyaga borish imkoniyatini beradi. Ya'ni hozirgi kunda texnikumimizda mehmonxona xo'jayini tashkil etish va boshqarish yo'nalishi bo'yicha 24 nafar o'quvchi xalqaro dastur asosida o'qitilmoqda va hozirgi kunda nemis tili chuqurlashtirilgan tarzda o'tirib, ularni bevosita Germaniyadagi ish beruvchilarning talabi asosida ularga kasb-kor o'rgatilmoqda. Bu yerni tamomlagandan so'ng o'quvchilarimiz bevosita Germaniyadagi ish beruvchilar tomonidan oldindan ko'rsatilgan ish joylariga borishadi va o'z faoliyatini davom ettirishadi. O'quvchilarimizning asosiy maqsadlari esa u yerdagi Germaniya tajribasini, Germaniya standartlarini o'rganib kelib, o'zimizda joriy qilib, o'zimizda shu sohadagi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qoplamoq. Mehnat bozoridagi o'rta bo'lgan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni sifatli qondirishga eng katta bir turtki bo'ladigan umiddaman. 2025-2026 o'quv yilida 24 nafar o'quvchi mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish kasbini Germaniya ta'lim standartlari asosida o'rganmoqda. Ushbu yoshlar kelajakda nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro mehmonxona tarmoqlarida ham faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2026-2027 o'quv yilida esa mazkur yo'nalishda 50 nafar o'quvchini qamrab olish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda o'quvchilarimizda tilni o'rganish bo'lgan ishtiyog'i juda ham baland. Misol uchun shu guruhni olib ko'radigan bo'lsak, nemis tili chuqurlashtirilgan tarzda o'rgatiladi. Bundan tashqari bularga ingliz tili o'tiladi. Ya'ni tilni o'rgansa, dunyo eshiklari ular uchun ochiq. Hamda ularni shu o'zini kasbiy yo'nalishi bo'yicha eng zo'r, eng motivatsion turtki beryapti ularga. Bundan tashqari esa bu til bilish asnosida bular nafaqat o'zbek tilidagi ma'lumotlarni, rus tili, ingliz tili va nemis tilidagi ma'lumotlarni ham o'rganish orqali dunyodagi barcha shu yo'nalish bo'yicha standartlarni o'zlashtirmoqda. Shu bilan birga Marg'ilon arxitektura va kommunal xo'jaligi texnikumida Germaniyaning Askania Building kompaniyasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 2025-2026 o'quv yilida ombor logistikasi, bino inshootlar quruvchisi hamda qurilish monteur yo'nalishlari bo'yicha 250 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Ular qurilish sohasida Yevropa standartlariga mos zamonaviy texnologiya va yondashuvlarni o'zlashtiryapti. 2026-2027 o'quv yilida esa hamkorlik doirasida 5 ta kasb bo'yicha 500 nafar o'quvchini qamrab olish rejalashtirilgan. Bu esa texnikumni qurish sohasida xalqaro darajadagi kadrlar tayyorlash markaziga aylanayotganidan dalolat beradi. Men bu yerga kelib, avval dastlab 3 oy ichida A2 darajasiga erishdim. Bu yerda berilayotgan shart-sharoitlar, o'qituvchilarning bilim o'tish darajasi juda ham yaxshi. Biz dastlab bu yerda B1 sertifikatini olganimizdan so'ng Germaniyaga borib, u yerdan 2 va 3 kurslarda o'qishimiz mumkin. Va biz u yerda ishlab 3 kurs tamomlagach, u yerda beriladigan diplom orqali biz 70 ta davlatga borib ishlashimiz ham mumkin. Sog'liqni saqlash sohasida ham xalqaro tajriba joriy etilmoqda. Farg'ona shahar hamda Marg'ilon shahridagi 2-son Aboli bin Sino nomidagi jamoat texnikumlarida Shveysariyaning Globagate Concept AG tashkiloti bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 2025-2026 o'quv yilida 100 nafar o'quvchi hamshiralik ish kasbini Shveysariya standartlari asosida o'rganmoqda. Kelgusi o'quv yilida ham shu miqdorda yana 100 nafar yoshni qamrab olish rejalashtirilgan. Texnikumga keldim. Bu yerda esa Globagate kompaniyasi bilan hamkorlik bo'lgan ekan. Bundan xursand bo'lib, shu loyiha bo'yicha
kirganman bu guruhga. Bu yerda ikkita guruh ochilgan. Bu Globagate kompaniyasining imkoniyatlaridan bu sizga bepul til o'rgatish, nemis tilini o'rgatish, hujjatlaringizni tayyorlashda, u yerdagi ish o'rni tayinligida qo'l keldi. Texnikumda Globagate loyihasi bo'yicha ustozlar bizga qo'yilgan nemis tilidan. Bu ustozlarning bilim darajalari yaxshi. Farg'ona shahar birinchi son politexnikumida esa Belorusiyaning ishlab chiqarishiga yaqin amaliyotga asoslangan ta'lim tajribasi joriy etilgan. Baranovich va Minsk shaharlaridagi kollejlar bilan hamkorlik doirasida 2025-2026 o'quv yilida 165 nafar o'quvchi tikuvchilik hamda mashinasozlik yo'nalishlarida tahsil olmoqda. Bu yo'nalishlar sanoat korxonalari uchun tayyor mutaxassislar yetishtirishga qaratilgan. 2026-2027 o'quv yilida esa ushbu hamkorlik asosida yana 90 nafar yoshni qamrab olish rejalashtirilgan. Farg'ona viloyatida shu 654 nafar qo'shma ta'lim dasturi asosida o'qiyotgan, bilim olayotgan yoshlarimiz kelgusida bularga qanday imkoniyat beradi? Bu qo'shma ta'lim dasturi nafaqat ichki mehnat bozori, balki tashqi mehnat bozorida ham raqobatbardosh, sifatli kadr bo'lib tayinlanadi va shu rivojlangan davlatlardagi katta kompaniyalarda, katta zavod fabrikalarda ishlash imkoniyatini beradi. Albatta bular ishlash bilan birgalikda ta'limning keyingi bosqichni u yerdagi nufuzli oliygohlarda davom ettiradi. Bir so'z bilan aytganda, rivojlangan davlatlardagi turli sohalar tajribasi o'zlashtirgan yoshlarimiz zamonaviy bilimli, yuksak malakali, salohiyatli kadrlar sifatida mehnat bozoriga dadil kirib boradilar. Kelgusida Germaniya va Shveysariya bilan yangi loyihalar ishga tushirilib, jami 1057 nafar o'quvchini qamrab olish maqsad qilingan. Kelgusi o'quv yilidan biz Farg'ona viloyatida qo'shma ta'lim dasturi asosida ta'lim olayotgan o'quvchilarni 2 barobarga oshirish va shu texnikumlarimizda nufuzli kompaniyalar bilan, nufuzli oliygohlar bilan, texnikumlar bilan birgalikda qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etib, shu yoshlarimizni shu rivojlangan davlatlarga sifatli kadrlar yetkazib berishimizni oldimizga vazifa qilib belgilab olganmiz. Shu bilan yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Nafaqat mana shu yoshlarimizga ta'lim tarbiya beradigan ustozlarimiz ham 2026-yildan xorijiy davlatlarda o'zlarining malakasini oshirib, tajribasini oshib kelish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Albatta buni mablag'i shu kasbiy ta'lim rivojlantirish jamg'armasidan qoplab beriladi. Bu ham bugungi kunda Farg'ona viloyatidagi umumkasbiy va ustalar hamda umumta'lim fan o'qituvchilarini xorijiy davlatlarda nufuzli oliygohlarda, nufuzli texnikumlarda malaka oshish imkoniyatini beradi. Bugun kasbiy ta'lim faqatgina o'quv xonalari bilan cheklanib qolmayapti. U Buyuk Britaniya, Germaniya, Shveysariya, Belorusiya va Xitoy tajribasi bilan uyg'unlashgan mustahkam tizimga aylanmoqda. Ana shu tizim orqali yoshlar zamonaviy kasblarni egallamoqda, hayotda o'z o'rnini topmoqda va eng muhimi, O'zbekistonda turib jahon miqyosida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanmoqda.